qizlar oyoqni ko'ryapsizlar, barmoqlarni ko'ryapsizlar. Barmoqchasini tirnoqchalarigacha ko'rsatib beryapman, ko'rdinglarmi? Tirnoqchalarigacha, mana oyog'ini barmoqchalarigacha ko'rinib beryapti, ikkinchi oyoqchalarigacha. Mana ikkinchi oyog'ini bunaqa o'tqizyapti. Endi oyoqchasini hozir oyisiga ko'rsatdim. Oyog'ini barmoqlarini ko'ryapsizlarmi? Agar oyog'ida qo'shimcha barmoqlarimiz bo'lsa yo boshqa narsalar bo'lsa ko'riladi. Mana yaxshi bolasi, sog'lom bolacha. Nechinchi farzandingiz bu? Uchinchi. Uyda kim bor? Ikkita qizim. Ikkita qizingiz bor. Buni dedim, shunaqa dedim, buni mana bunaqa narsa dedimiz, mana buni mana bunaqa narsa dedimiz. Endi kim ekan bu? Ko'rdinglarmi? Nimaliligini mana. Mana shunaqa narsa ekan. O'g'il bola, ikkita tuxumi tushgan, o'sha pasporti bor. 34 hafta 5 kunlik bolacha, sog'lom. Ko'ryapsizlarmi qizlarjonlar? Kelaverasizlar. Biz shu yerdamiz, Xadicha Medicalda deydi.